Assalomu alaykum, hurmatli Mirishkor avtokanal muxlislari. Mana bugun Kasb tumani Talliulg'un qishlog'iga kelganmiz. Sizlar uchun 2009-yil Matiz'ni obzor qilib beramiz. Matiz'ni holatiga keladigan bo'lsak, motor xonalari juda yaxshi holatda turibdi. Xo'sh, faralari ham o'ziniki, kirlalari yechilmagan, kapotlar yechilmagan. Xo'sh, bolchalarni olib olasiz. Mana bolchalari yechilmagan, kapotlar yechilmagan, akkumulyator Delkor akkumulyator qo'yilgan. Faralari o'zini original farasi. Kuzov holatiga keladigan bo'lsak, oldi o'ng tomon kirlasida tish izlari menimcha buldog buni tishlagan u. Xo'sh, oldi o'ng tomon eshigida kraska bor. Arqa tomon eshigida yarmida kraskasi bor ekan. Tepa tomon radnoy. Xo'sh, balonlarning holatiga keladigan bo'lsak, 4 ta yangi balon qo'yilgan, yaxshi balonlar qo'yilgan. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, chihol poliklari qo'yilgan. Torpedalari qirilgan, chizilgan joylari yo'q. O'zlari uchun bitta moyka, ximka qilib olasizlar. Xo'sh, yukxonasiga keladigan bo'lsak, yukxonasi chirigan, zanglagan joylari yo'q. Germetiklar hammasi joyida turibdi. Mana zavodskiy berkachasi, hamma yaxshi biladi, Matiz berkasi qayerda joylashgan. Xo'sh, arqa kirlachalari ham yechilmagan, o'zini zavodskiy bolchalar turibdi. Arqa stoplari yaxshi holatda, arqa kapot ham yechilmagan. Xo'sh, mashina yiliga keladigan bo'lsak, 2009-yil, narxiga keladigan bo'lsak 20 million. Telefon raqamlari 99 335 0075. Video sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hozircha sog' salomat bo'linglar. Kasbliklar sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling.